Shunaqasini eshitganmisizlar? Bitta uy olasizlar, ikkinchisi sekin. Assalomu alaykum hurmatli obunachilar, Realtor Ali kanaliga kuzatib borayotganlar. Hurmatli obunachilar, bugun sizlarga shunaqa imkoniyat bermoqchiman. Bitta uyni puliga ikkita uy xarid qilishlaringiz mumkin Realtor Ali kanalidan. Hurmatli obunachilar, sezib turganlaringizdek Sergeli Xonobodda joylashgan Xonobod Avenue Premium Novostroyka uylarimizga kelganmiz. Ko'rinishidan ham aytib turibdi qanaqaligi. Xonobod Avenue uylari 95% ishlari bitgan. Kirib remont qilib yashaydigan holatga kelib turibdi. 12-etajda 41 kvadratga yaqin korobka holatda uyimiz bor. Uni sotib olsanglar, 13-etajda ham 41 kvadrat uyimiz bor. Общий 82 kvadrat metrlik uy sizlarga nasib qiladi. Narxi ham Realtor Ali kanalida juda arzon. Shuni sizlarga hozir obzor qilib beraman. Hurmatli obunachilar, obzorni boshladik. Premium Novostroyka deganda o'zgacha ko'rinishdagi dizayn va podyezdagi Elgenberg eshiklari aytib turibdi. Uyimizda ikkita lift bor, chiqib yurish 12-etajda biz. Bu yoqda esa uyimizda 41 kvadratdan oshiq bo'lgan korobka holatdagi uyimizda. Men sizlarga planirovkasini tushuntirib o'tadigan bo'lsam, kirib yurish chap qo'lda ham sanzurlar uchun joy qoldirilgan. O'rtadan devorlar, bu tomonda spalni, bu tomonda studiyani, kuxnya qilsa bo'ladi. Bu yoqda prixojin uchun joylari qoldirilgan. Eng yaxshi tomoni o'zinglarning didinglarga moslab remont qilsanglar bo'ladi. Tashqi fasadlari g'ishtdan bitgan, panoramni oynadan qaraganda tashqarida balkon bor. Balkondan mana bunaqa chiroyli atmosferani ko'rishlaringiz mumkin. Bu yerda quyosh botyapti. Yoqadigan tomoni uyimiz masjidga yaqin joylashgan. Bu yerda metro ko'rinib turibdi. Ko'rib turganlaringizdek mana bu metro, bu yerda esa Land House uylari. Endi esa eng quvontiradigan tomoni uyimizning bonusi, ya'ni o'sha uyning yuqorisi 13-etajda mana bunaqa 41 kvadrat bo'lgan yana bitta xonadonimiz bor. Bu sizlarga qo'shib beriladi. Общий hisobda 82 kvadrat metr uyimizda 13-etajlarda joylashgan, chiqib tushish uchun liftlari bor. Duplex kvartira holatda remont qilsanglar ham bo'ladi. Bu yana ham qulay tomoni narxi Realtor Ali kanalida boshlang'ich 22.500 berib bankda 420 million kreditini birlamchi 17% kredit qilib davom ettirsanglar ham bo'ladi. Bunaqa imkoniyatdan unumli foydalanish kerak. Hurmatli obunachilar, 22.500 evaziga ikkita xonadon sohib bo'lishingiz mumkin. Shoshiling, pastda nomerga qoldiramiz, telefon qilib bog'lanishlaringiz mumkin. Qaytgandek like, podpiska esdan chiqmasin.